Mana endi polностью yozib qo'ydim. Mayntgacha keldik. Mana uzorni chiqarib oldik. Endi 23 va 22 va 23 qatorlarimizda 72 tani o'zini to'qib aylantirib chiqamiz. Ya'ni 2 qator. Mana bu endi ichiga kiradi. Mana 2 qator to'qib aylantirib keldim. 22 va 23 qatorni to'qib oldik. Endi biz hozir 24-qatoridamiz. 24-qatorida 10 ta to'qiymiz. Qisqartiramiz. 10 ta to'qib qisqartiramiz. Shunda bu qatorimizda jami 6 ta qisqaradi va 66 ta plyusimiz qoladi. Mana 10 ta to'qidan va qisqartiraman. 10 ta to'qib yana qisqartiramiz. 10 ta to'qiymiz, qisqartiramiz. 10 ta to'qib qisqartiramiz va mana shu joyigacha kelamiz. Bu mana qalpog'imizning ichki qismi bo'ladi. Boshida qimirlamay turishi uchun ichkariga to'qiladi. Mana xuddi shunaqa bo'ladi. Mana endi 25-qatorga keldik. 25-qatorimizda 9 ta to'qiymiz, qisqartiramiz. 9 ta to'qib yana qisqartiramiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Mana 9 ta to'qidik. Endi qisqartiramiz. Xuddi shunaqa qilib qisqartiramiz. Yana 9 ta to'qib, yana qisqartiramiz. Yana 9 ta to'qib, yana qisqartiramiz. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Yana 9 ta to'qidan yana qisqartiraman. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qiymiz. Mana endi 26-qatorimizga keldik. 26-qatorimizda 8 ta to'qiymiz, qisqartiramiz. 8 ta to'qib qisqartiramiz. Shunda jami 54 ta plyusimiz qoladi. Mana 8 ta to'qidan va qisqartiraman. 8 ta to'qib yana qisqartiramiz. Mana qisqartiramiz. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qiymiz. Mana endi 27-qatorga keldik. 8 ta to'qib qisqartirib, 8 ta to'qib qisqartirib keldim. Endi 27-qatordan 29-qatorigacha 2 qator to'g'ri to'qiymiz. Ya'ni nima qilmasdan,
qisqartirmasdan to'g'ri to'qib chiqamiz. Zich qilib to'g'ri to'qib chiqamiz. Shu bilan qalpoqchamiz ham bitadi. 2 qator aylantirib to'qib chiqamiz. Mana qalpoqchamiz tayyor bo'ldi. Mana ichki qismini ko'rishingiz mumkin. Boshchasida shunaqa chiroyli turadi. Shunaqa qilib qattiq kiyib qo'ysanglar. Endi chekka qismini to'qishimiz kerak. Bizga uning uchun yashil ip kerak bo'ladi. Mana bu joyda tashab ketgan joyim bor edi, bitta uzurni. Bo'sh joy tashab ketganmiz uzur uchun deb, endi shu joyidan to'qishni boshlaymiz. 2 ta tayoqcha to'qiymiz. 3 ta zanjir olamiz. Xuddi shunaqa qilib pilis qilib to'qiymiz. Endi yana 2 ta tayoqcha to'qib, endi bitta tayoqcha zanjir olamiz va shu joyiga qotiramiz. Orasida 2 ta bo'sh joy qoladi. Yana bitta zanjir oldim. 2 ta tayoqcha to'qiymiz. 3 ta zanjir olamiz. Xuddi shunaqa qilib pilis qilamiz. Yana 2 ta tayoqcha to'qib, bitta zanjir to'qiymiz va qotiramiz. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqamiz. Mana 2 ta tayoqcha, 3 ta zanjir pilis qilib to'qib olamiz. 2 ta tayoqcha, bitta zanjir va qotiramiz. Mana xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qiymiz. Mana oxirigacha to'qib keldik. Endi bitta zanjir to'qib qotiramiz. Ipimizni uzib olamiz. Mana ozgina ip yetadi. Mana ipimizni endi uzib oldik. Endi orasiga kirgizib olamiz. Mana qalpoqchamiz tayyor. Endi buni qulupnoyga o'xshash uchun oq ip o'tkazib oldim. Orasiga oq ipni tikib chiqamiz. Mana oq ipda xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Qulupnoyga o'xshash uchun shunaqa oq tochka qilib chiqamiz. Endi ichidan o'tkazib tugatamiz. Endi buni qorin qismiga ham qulupnoyga o'xshatib shunaqa oq chiziqchalar qilib tikib chiqamiz. Shapkachasini xuddi shunaqa qilib oldik. Endi shu pastki qismini ham xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Hamma joyidan kirgizib mana xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Ipimizni uzamiz va ipini orasiga kirgizib yuboramiz. Mana oyinchog'imiz ham bitdi. Shapkasini kiygizib qo'yamiz. Siz ham albatta to'qib ko'ring. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda nima o'rganishni xohlashingizni yozib keting. Xuddi shunaqa qilib ozgina yuziga chizib qo'yamiz. Yuz qismiga va ko'zini tepasiga.
Bu o'yinchog'imizni yana ham ochadi, chiroyli qiladi. Mana endi tepasiga xuddi shunaqa qilib ozgina bo'yab qo'yamiz.